Siz bilasizmi, nima uchun siz vahima xurujidan to'liq tuzala olmayapsiz? Chunki siz shifoni noto'g'ri joydan qidiryapsiz. Tanadan, yurak urishidan, qon bosimi oshishidan yoki magniydan, tabletkalardan, umuman noto'g'ri joydan shifo izlayapsiz. Aslida shifo qalbda, ruhda. Chunki tana shunchaki sizni o'rningizga gapiryapti. Anchadan buyon gapirishga qaror qila olmayotgan narsalaringiz. Qachonki siz nafaqat tanangizni, balki ruhingizni ham davolasangiz, vahima siz bilan birga bo'lishdan ma'noni yo'qotadi va sizni tark etadi. Men Gulhayo Komiliy 9 yillik tajribali preventiv vrach, psixiatr, psixoterapevt shanba kuni 21:00 da jonli bepul efir o'tkazaman. Nevroz kanaliga a'zo bo'ling va efirni o'tkazib yubormang. Efirda qatnashish uchun efir so'zini yozib qoldiring.